Assalomu alaykum, hurmatli Qo'shko'pir avtolider obunachilari. E'tibor beringlar. 2020-yil, 2019-yil 38 million so'm, 37 million so'm. Narxlarga e'tibor beringlar. Endi mashinamizda mayda-chuda kraskalari bor. O'zlaringiz uchun bemalol tekshirib olsangizlar bo'ladi. Qaymoq suyetimizda xudo xolasa zanglar ham yo'q ekan, hamma akkuratli holatda ekan, ichlar ham o'ta akkuratli holatda ekan. 200 ming kilometr atrofida yurgan Zodimos korobka mos, umuman hech yerinde ashibkasi yo'q ekan, bemalol hazat minsangizlar bo'ladi. Endi ikkinchi oq mashinamizga keladisak, korobka mosunda umuman tovush yo'q, xudo xolasa. Parkoplar ham tayyor ekan, mototsiklni o'rnidan olib otizga minsangizlar bo'ladi. Balonlari o'rta holatda, qaymoqimizni balonlari yaxshi holatda ekan. Mashinamizni holati yomon emas, xudo xolasa hurmatli obunachilarimiz. Bemalol o'zlaringiz uchun ustalaringizdan kelib tekshirib olsangizlar bo'ladi. Oqinda ozmoz zang tushgan yillari bor ekan. Eshkinda ozmoz zang ko'rdim, qolgan yillarida yo'q ekan, xudo xolasa. Endi buni zangini ishlatsangizlar ham bo'ladi, ishlatmasangizlar ham bo'laveradi. Endi bu mashinamizni avtokredit qilib olsak bo'ladimi deydigan obunachilarimiz uchun bo'ladi. Avtokrediti eldinden 6-7 milyon so'm atrofida pul olib kelasizlar, shuning uchun hamma xarajatlaringizni chiqarib beramiz. Ya'ni aparimni ham qilib beramiz, nomer ham olib beramiz, sug'urta ham qilib beramiz, garov ham qo'yib beramiz. Taxminan 6-7 milyon so'm pullaringiz bo'lsa, shu ikki ko'rgan mashinalaringizni minib ketishlaringiz mumkin. Endi oylik to'lovlarni necha so'mdan chiqadi desangizlar, 1 million 700 ming so'mdan 3 yilga chiqadi. 1 million 800 ming so'mdan 3 yilga chiqadi. Hurmatli obunachilarimiz, bemalol Qo'shko'pir avtoliderga kelib shu mashinlarimizni xarid qilishlaringiz mumkin. 2020-yil Damas 38 million so'm, 2019-yil Damas 37 million so'm. Gelaverasizlar, ustunda egalari bilan yana ham ozmoz savdo qilsak bo'ladi, xudo xolasa. Hammalaringizni Qo'shko'pir avtoliderda kutib qolamiz.